أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى القول في أحكام القراض ve yukarıda biz qirad yani mudaribini tarif qildik, uning mahalli nima bilan joiz bo'ldi deganni bayon qildik, shartlarini bayon qilgan bo'ldik. Endi hozir mudaribiga munosabatlik ahkamlar haqida to'xtalmoqchi. Wal ahkamu minha ma hiya ahkamul qirad as-sahih. Ahkamlarni ikkiga ayiribdi. To'g'ri, sog'lom bo'lgan mudaribining hukmlari va minha ma hiya ahkamul qirad al-fasid. Sharti to'liq bo'lmay fasid bo'lib ketgan mudaribiningki ahkamlari. Va ahkamul qirad as-sahih minha ma hiya min mujibat al-aqd. Mujibat al-aqd deganni biz nima degan? Mesela aqd qildik, ha? To'xtam qilgandan keyin qilish kerak bo'lgan narsa. Yani to'xtam qildik. Qilgandan keyin qanday qilish kerak? Ma yatarattab alayhi fawran masalan. Nikohda masalan, nikoh qildi degandan keyin bu ayol erning o'yiga o'tkazib berilish kerak, shunaqa. Shunga o'xshashim. Ijardimi, mujibatul aqdi, ijaraga berdim degandan keyin ijara bergan narsani topshirish kerak. Ondan u pulni topshirdi yoki pulni keyin berman degan bo'lsa keyin berdi. Endi ma'noda mudariba mujibatlardan, ya'ni min muqtadiyatul aqd yoki ma yajibu ba'da al aqd degan gap. Yoki lavazimihi. Ya'ni anna tabi'atun li mujibil aqd. Aqdi taqozo qilgan narsaga tava naslin bor. Ya'ni shunga agishib qildigan. Aqd bo'lganligi aqdlam agishib qildigan. Bo'lish kerak bo'lgan narsalar demoqchi. Va muxtalafun fiha tabi'a li mujibil aqd. Va shunga tava bo'lganlari ondan tavami tava emasmi deb ixtiloflashib qolgan narsalar bor deydi. Va muxtalafun fiha hal hiya tabi'atun aw ghayru tabi'a. ومنها أحكام طوارئ تطرأ على العقد مما لم يكن موجبه من نفس العقد. Yani aqd qilish yo'llam gachida uni bo'lish kerak bo'lib qolgan narsa emas, lekin favqulodda kelib qolgan bir ahvollar. Favqulodda bir ahvol ko'rilib qolsa, shuning xos hukmlar bor deydi. Lekin favqulodda hukm ko'rilmasa, shu aqdning taqozosi bo'yicha bo'lib ketgan narsa emas. Alayda bir ahvol ko'rilib qolsa, shuning xos ahkamlari bor. Masalan, nimada ishkalarni so'rab ketsa dedi-ku, yo do'kon ko'yib ketsa degandek. Buning nima shunda favqulodda bir ahvol bo'lib qolsa, ayrim bir hukm belgilandi. مثل التعدي والاختلاف وغير ذلك. Mesela şu sarmayga taaddi qilib qolsa, buzib chechutib, beparvolik qilib o'g'irib qoldi mesela. Vel ixtilof, yani bu ikki taraf jidallashib qolgan ahvolda. Va shuning o'xshash shunda favqulodda bir kelib qolgan ahvollarning hukmlari. Va nahnu nazkuru min hadhihi al-awsaf ma ishtahara 'inda fuqaha al-amsar. Biz mushu masalaga munosabatlik Aşfuqal amsar o'ttirda mashhur bo'lganlarini tilg'ilib o'tamiz. Va nabda'u min zalika bi mujibat al-aqd fa naqul innahu ajma'a al-ulama ala anna al-luzuma laysa min mujibat aqd al-qirad. Olimlar birdek ittifoq. Ya'ni aqd al-qirad lazim aqd emas, bu joiz aqd demakchi. Min al-uqud al-jaiza va laysa min al-uqud al-lazima. Uqud al-jaiza deganimiz qolgan chaqda ikki tarafdan qaysi bo'lsa yeni oladigan, bekor qilib tadadigan. Al-lazima degan zada yangilanmaydigan. Mesela ijara to'xtamishib qolsa yangilanmaydi deb-ku, lazim. Bir oy, bir yil degan bo'lsa, bir oylar yenib qolsa bo'lmaydi. Bütün hukm lazımsa u joiza. U yeni vaqtli, lekin nikoh min al-uqud al-lazima. Mesela ayol kishi g'achchidan qolgan vaqtda yaqman bo'ldi, uy tutmaya, xitimni olaydi deb yo'lga ketolmaydi. Bu qolgan odam shundan chirib chiqdigan ya mehmon kishemasin. Akshimi bakar sababsizlar tekida nima qilyapmaydi. Sabab bo'lsa taloq qilish huquqi berilgan, shu huquqni ishlatadi. Demak ijmo ekan. Bu mudariba aqd lozim emas demakchi. Ya'ni qirad to'xtami, mudariba to'xtamining taqozzolaridan luzum degan narsa yo'q. Ya'ni bu joiz. Ya'ni bu joiz degan hozir ma'no bilan ba'zilar aralashib ketib qoldi. Mashru', yejuz, la yejuz degan nima bor? Dursolamda mummun degan bilan aralashib ketib qoladi mana. Joiz deganimiz shunda xolsa men ketaverdi, xolsa shu to'xtab qoldi. Va inna li kulli wahidin minhuma fasxahu ma lam yashra' al-'amilu fil qirad. Yani ittifaqqa o'rin, yuqorqi gapning tafsilotidek, ya'ni izohatidek ikki taraf har biri tijorat qilgan kishi mudariba tutishqingan ahvolda gachsiz buzasi bo'ldi debdi.
Mavamda rasmiy ish tutishga g'alib. Masalan, mudaraba biraydi-da, pulni olib ketdi. Texovni duka ochib ya mal olib tutishga shu pul shunda bor holatda. Aytdi telefon qilib, "Ya bo'ldi, qilmaydigan bo'ldim." deb yenvasi bo'ldi. Buningda ittifoq. Vaqtalafu idza shara'al amil. Endi tijorat qilgan kishi pul egasidan topshirib olgandan keyin bir ish tutishdi. Mal oldi, do'kon ijaraga oldi masalan. Ya safar qildi. Bunda ishni boshlab qolsa, olimlarning o'tirda ixtilof bo'lib qoldi. Faqala Malikun huwa lazim. Imom Malik endi ish tutishib bo'lgandan keyin bu lozim bo'lib qoldi deb. Yani yanılmaydı demakchi. Va huwa aqdun yuwarraf. Yani ta o'lib ketib qolsa, o'g'achida mirasxo'rlarga miras qoladigan, mirasxo'rlar davomlashtirgan to'xtam debdi. Asli bunda desa to'g'ri bo'lmaydi. Nima uchun? Al-mudaraba min uqudil amanat. Shenjiga qurilgan to'xtam. Men falanajim shenjig deb qaradim. Lekin o'g'li shensiz bo'lishi mumkin. Navonki u balasga miras qolsa, pulni yeb ketadi. Fa in mata wa kana lil muqarid banunun umana. Endi ya debdi, akshi o'lib ketib qolsa, ballarım shunda shenjlik undan balla bo'lib qolsa, kanu fil qiradi misla abihim. Ulamo mudaraba ishida dazisi o'xshash bo'lib dazisining o'rnida tura oladi debdi. Wa illam yakunu umanaa kana lahum ay ya'tu bi amin. O chaqda ballari bizim shu dadimiz tuzgan to'xtam bo'yicha mudaribini davomlashtirmaysiz, sizga ishonmayman desa, unda bo'lsa, siz ishingiz qildingmi, planajimni tutqizimiz hamsi. Shuni davomlashtirdi deb uning ya shaq ko'rib bir adamni ishlatib qilmaymiz demoqchi ekan. Bunda bir chorta tutamdi Imom Malik. Wa qala ash-Shafi'i wa Abu Hanifa. Yani İmam Ahmad Mubilla, şu imam debdi, "Likulli wahidin minhum al-fasxu idza sha'a." İki taraf xalqan chaqda buzutdi. Yani ilgirki ma'lam yashra' fil amal deganga o'xshash. Wa laysa wa aqdun yuwarraf. Miras qoldigan to'xtam emas bu. Famalikun alzamahu ba'da ash-shuru'i fil amal lima fihi min darar. Endi Imom Malik nima uchun o bo'lgan ahvolda yangilanmaydi desa, chunki ziyon tortishib qoldi. Do'kon ijaraga oldi, mal olib qo'ydi, yana bir ish qildi, to'xtamlash bir ish qildi. Endi hozir yenib qolsa, ish ziyon bilan yana davom etmoqchi. Kullu vahid bo'lsa. Hali kullu vahid. Bu da hayata falsafada ikkisidan qilsa. Bu muajjal bir muddatni belgilab qo'ygan. 1 yillik qilmaymiz deyishgan to'xtamdi. Ma'lum unda vaqt belgilmagan o chiqqan. ورآه من العقود الموروثة أمرس قلدغان توختملا قطاردن قربته. والفرقة الثانية يعني الجمهور شبهت الشروع في العمل بما قبل الشروع في العمل. سلين كده شنو نعمل؟ قبل دسك تغراش. شنو ده؟ كهل قبلنا. كهذر قبل الشروع اتفاق إجماعات. يعني ينواس بولدو دينجر. نانك هذر bu İmam Malik'ka. İmam Malik karşı. Delil keltirishda mushu ittifoq o'rniga qiyos turib oldi. Birinchi başlashtirishga invat qilgan ittifoqim ta'qibni yinmoqlamaydi. Yani shabbahu ma ba'da ash-shuru' fil amal ala ma qabla ash-shuru' fil amal. Birinchi qabla banki. Hadu dabtamda Biz chiqmas o'xshash gaplar bor. ولا خلاف بينهم أن المقارض إنما يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع رأس المال. إنه هذا اتفاق كأجن برورم باكينا. Muqarid deganni amil dedik ha. Bu tijorat qilgan, kuch chiqargan kishi foydasini qachon oladi desa, butun sarmoya naqd pulga aylanib bo'lgandan keyin ondan foydasini pulga oladi. Sarmoya mesela burun $1000 mikan? $1000 pulni $1000 qilib bo'lgandan keyin unini eshib qolgan foyda bo'ldi-ku. Shu chaqda foyda manch pul ekan deb shu chaqda bilgil oldi. Shu chaqdan foydani qo'lga oldi. Lekin takidsiz plan men foydamni buldum da qolgan shek tovarlar qilib qolgan holatda o'zimning foydasini buldum unda do'konni malva deb bunga sinab to'sib bo'lmaydi. Wa annahu in khasira thumma tajara thumma rabiha jabara al-khusran min ar-ribh. Masalan tijorat deganda bir qatim ziyon foyda aqaqdan kelib qoldigan. Ya ayni vaqtda bijmalda foyda bijmalda ziyon bo'lib turdigan ish bo'ldi-ku. Bunda foyda ziyon bunda İzpasulap mıngi varsa bu ahirki ahval hesabımda. Şu bir katım nukisa sermayeden ziyan boğan bolsa paydağın pulu qalsa şu sermayeni tuluqlap turdu. Sermaye tuluqlap bolgandan qapqagan payda bo'ldi. Sermaye ziyan uçurgan holatda paydaldım degan gap mavjud emas. Jabara degan shuni tuzilibdi. Asli tanib qo'ydi masalan. Sunuqni tanibdi degan gap, lekin bu yerda tuzilibdi, tuluqlabdi degan. Jabira deymiz-ku. واختلفوا في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا. Endi bu yerda ixtilof bo'lgan bir masala, bir kishiga mudarabaga pul uribdi.
feyehlaku ba'duhu qabla an ya'mala fihi. Texe işni başlashdan ilgari u pul yo'qolib ketdi. Ya o'g'raldi, bir ish bo'ldi. Thumma ya'malu fihi fayarbahu. Feyehlaku ba'duhu kana. Uning bir qismi yetib ketdi. Yetib ketgandan keyin ondan qolgan bir qismida ishlab, tijorat qilib foyda oldi. Fayuridul muqaridu, yani al-amil demakchi, an yaj'ala ra'sal mali baqiyatal mali ba'da alladhi halak. Shunlar bu to'xtamni asli $1000 ga tushgan bo'lsa, $1000 $500 pulni elib taqish ish boshlashdan ilgari $500 o'g'rab qo'lda $500 qoptimi? $500 bilan ishni boshlabdi bu. Shundan bu ishni boshlagan kishi shu mudaribining pulini $1000 demay biz $500 qildi. Shunda deb bekitayli. Chunki bu $500 ni biz ish boshlashdan ilgari o'g'ragan. Amaliyotda shu $500 bilan ish boshladim. Mushu sarmoya bo'lsin deb tutishmoqchi ekan. Hal lahu zalika am la? Baqiya tabba to'g'risi bir qiymat to'g'ri. Halaka ba'd baqiya to'g'ri. Baqiyatul mal. بقيمة جنة خطأ. فيريد المقارض أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك. أغنى $500. قلت أغنى $500 olsa $500 تبقى pulni رأس المال قله demoqchi ekan. Hal lahu zalika amla shunda deb turasa, shunda qipiramdoq. Faqala Malik va jumhurul ulama in saddaqahu rabbul mal. Yani in saddaqahu rabbul mal degani shu mudarib shunda ras $500 ni o'g'ragan, $500 bilan ish boshlama deb, shuni ishonsa $500 ni sarmoya qilib qo'yamiz. Ya'ni bu yerda in saddaqahu rabbul mal yajuz degan gap bormish. Yajuz. Rabbulning qo'shilsa. Aw dafa'a rajulun malan qiradan. Neda aw dafa'a degani vaqtalafu fir rajuli deganga qiyos qilish mumkin. Yani ixtilof bo'lgan yana bir masala dafa'a rajulun malan qiradan li rajulin. Bir odamga mudaribiga pul berdi. Fahalaka minhu juz'un qabla an ya'mala. Bayatga o'xshashgan ma'va, ya qadar. Ishni boshlab bo'lishdan ilgari bir qismi yo'qolib ketdi. Fa akhbarahu bidalik. Shuna bunga xabar qildi. Bunda yo'qolib ketdi deb. Ilgirgida yo'qolib ketdi demaylam. Yo'q. Ilgirgida $1000 biribdi, ish boshlaydi deb qo'ychi $500 ni o'g'raldi. Bu gap qilmaylam, shu $500 bilan ishlayverdi. Keyin ondan pul egasiga $500 ni o'g'rabdi, $500 bilan ish boshlaverdim desa, ishinib qolsa, tamom mayli. Bo'libdi deyversa, $500 dan tortib sarmoya hisobida ish boshlagan bo'ldi. Demak, hozir asli $1000 edi. Lekin buni nimaga o'zgartdi? $500 mudaribaga bergan deb o'zgartirdi. Hamda ikkinchi masala, shu o'g'ragan chaqdan qancha bunga xabar qildi. $500 ni o'g'rab ketdi. Bunda ish bo'ldi deb. Fa akhbarahu bidalika fasaddaqo. Shundan bu odam ishinibdi. Thumma qala lahu yakunul baqi indaka qiradan ala shartul mutaqaddim. Unda esa $500 ni olgan bo'lsa, topqan $500 deganimiz bo'yicha mudarib bo'lsin debdi. Lam yajuz hatta yufasilahu. Bunda deb qolsa, hisob kitob qilib burunqini o'yrib etmagicha sarmoyani yangidan bekitishga bo'lmaydi deb. Tushunish bo'ldimi? Ish boshlamagan tursa bu. Chiqilishdan shart javobmish o'xshaydi. Biz boshtikin. Ya in saddaqahu rabbul mal degan bilan joiz deb uni. Yuqorqisan javobi desak. Avun joizlik, mal joizligi. Qanday xabar qilmagan ular. Ma'noda xabar qilish farqi shu ekan. ثم قال له يكون الباقي عندك قراءة على الشرط المتقدم لم يجوز فأخبره بذلك فصدقه degan gap bor. Ananda unda bir ishni tutish qilib bo'lib, keyin anda bunda bo'lganda debgan. Asli ma'lum bakrak bo'lish kerak edi. Bunda olsa, shu birinchisi bunda deylar, faqala malikum va jumhurul ulama in saddaqahu rabbul mal. Agar ishinib qolsa, deb buni bir to'xtatib qo'yib turib hozir. Ishinib qolsa, bu bir masala hozir. Yoki ikkinchi masala, shunda mudaribga pul beribdi, bir ishni boshlashdan ilgari uning bir qismi yo'qolib ketibdi. Bunda yo'qolib ketdi desa ishinibdi. Ondan pul egisi amilga unda aslida qo'llarida qolib qolgan pul shu qirat bo'lsin biz tushgan bo'yicha debdi. Desa lam yajuz hatta yufasilahu, ya'ni ikkili ahvolda lam yajuz degan gap chiqadi. Ikkili ahvolda joiz bo'lmaydi. Hatta yufasilahu degan shu birinchi qatimliq ishni pak-pakiz hisob kitob qilib tutib, uni yangi boshladin, yangidan mudarib bo'lsa, undan joiz bo'ldi. Bo'lmasa, qachondan ham o'zgartirib qolsa bo'lmaydi. Unda desak yana kelmaydi. Yuqorqisida bu bu ketgandan keyin ish boshladi. Ish boshlab foyda oldi. Foyda bo'lgandan keyin oxirsida natijasida men aslida buncha pulni mencha yo'qolib ketgan. Qonunda tijoratda foyda oldim deb bog'ini.
Onun da Rabbul malını tasdiqlasa fayda önce oldu. Tasdiqlamay qalsa faydası aşağı demek ketidi o. Dasmay qilib ketidi. U yerda arg'ilolmaydi. Qanday yufasilahu deyish. Ya arg'ildi esa kitob qilib chunki foyda oldimi? Emas bulab bo'lgandan keyin kechda endi u. Ya shu ayda foyda oldi. Aganki aslida $1000 mutta sarmoya. Shu $1000 hisobida biz hisob kitob qilib xuddi mudaribni tushib o'tgandek bir butunlay hamma bir hisob kitob qilib o'tib, tugitib pulab, undan keyin $500 berib, endi yangi boshlardan $500 bilan boshla deydi. Onda pasunu alaqal dastlab qilib topgan pularimiz Rabbul malni olib ketdi degandek gap chiqadi hamda onda. Ha? Ana ba'dan amaldan keyin alaqa yufasil xalqlar aqlga shunda shuni men chiqadi hamda. O'sha ahvolda uni $500 yo'qolib ketganligi bu ishkalaringiz ham bo'ldi hozir. $500ning yo'qolib ketganligi birinchidan Rabbul malga $500 ham bo'ldi, u sarmoyasini ketdi. Amilmi $500dan chiqadigan foyda ve paydadan $500'ın o'rnini to'liqlaydigan nimani ziyon tortgan bo'ldi. To'liqlab beradi oqilni. Agar ishlab qolsa degan bo'lsa ziyon tortgan bo'lmaydi, amilni. Aldigan paydadan ziyon tortadi. Hozirgo ishinib qoldi. Agar ishonmay qolsa, ishonmasa buzildi o'shada. Bu hozir o'xshash o'qiladi. Bu buzilishninki ayrim hukmi. Indal fasadi ijara bo'ldi. Al-mudaraba indal fasadi ijara degan gap bor. Shuna buzilgandan keyin bu amil o paydını aldığanlarını demez, ücretli misaldığanını öyle. Onların bir kısmı eğer ki alakalı kesilirse, mücadele onu tüylüğüne demesmez, onun da bir taddi olur. Taddi olmuş tülmeydi o. Lakin tülmeyen bilen artık mesele, artık şu mudaribin neçpuludan başlangan diyen pulunu bikitişti hazır. $1000 başlangan demdok, ya kaçta özgertti $500 başlangan onu kaçta $1000 yani öncücütü $500 da izbemdok. degan masala. Hozir qanday bo'lg'achida uni yangi bir to'xtamda o'zgartirib etkili bo'ldi, dedi. O'zgartirib bo'lmaydi uni. Shu birinchi muomilani butun tazyiqlab, buningdagi $1000 yana bakar qilish ijtihod bu varaqni. Yangidan ondan to'xtamga $500 bilan mudarib başladik deb yezib boshlaysiz dedi. Shu insonni qavra bo'lman degani juratga 500 ko'yin to'lmaydi degan o'xshaydi. Asli shunday chiqish kerak. Ya u to'lamaslik masalasi emas. Agar rostda ishonsa, u mudaribi shaklida oyoqlashtiramiz biz. Ha? Agar ishonmay qolsa, bu chaqda andin kashil chiqadi. Ya ücretlenmeslik ijaraga aylanib keladi bu. Yoki andin qasam ichadigan, buni qildigan, buni qilgan ishlik kelib chiqadi. Yani al-bayyina. Mesela ya kiliblam shu so'mkin tasdiqlam olib ketdi tapanchini tanlab, char yo'q deb isbotlayapti. Yoki unda isbotlanmay, unda qolib tursa qasam ichamiz. Rasa shunda o'g'rab ketdimi, yo'qmi o'zingiz xizmat qilgan deyish mumkin. Bu chaqda endi ishonch degan narsa aslan yo'qolib ketdi degan gap. Lam yusaddiq. Ishkilishga javob deb baqalaqana. Ishkilishga javob desak, lam yajuz hatta yufasilahu. Yani yeni başladın şu mudariba sarmoyasini bekitimiz desa jaiz emas. Ay burun qilmini pak tazitib tugidi deyib, nol sıfırlaştık deyib, onu yeni başladın $500'dan başlayacağız demekçi. Hatta yufasilahu ve yaqbida minhu ra'sa malihi. $500'ın qo'lga topshirib oldi ekan. $500 olmasa onu şundan qatpag'an şu ziyon uchrab yo'q, foydasi bilan billa ish qilib hisob kitobini o'zining haqqini to'liq oldi deydi. Qo'lga topshirib olib, va yanqati'al qiradul avval. Dastlabki mudarib butun pak tugandan keyin ikkinchi qatim $500 deb $500 yezib to'xtamashdi. $1000'dan hozir $500'ga munda o'zgartimiz edi. Unda ham yo'lda ketib bilan o'zgartib qo'yib ketiyor shu deydi. Wa qala Ibn Habib min ashabi Malik, İmam Malik'in şagirdlerinden İbn Habib debto, innehu yelzamuhu fi zalikal qawl. Ya aşu yo'qolib ketdi degan gapi aşu hisob bo'lib ketib, va yakunul baqi qiradun $500 sarmoya saqandek bo'lib ketaverdi deb. Mas'ulning qarashini bo'yicha debdi buni. Va hadhihi al-masala hiya min ahkamut tawari. Bu aslida tavari masalalarining birisi. Asl ahkamul qirad emas. Ha? Favqulodda unda bir uchrab qoldiganda bu keyingi bab munosabatlikda aslida. ولكن ذكرناها هنا لتعلقها بوقت وجوب القسمة. Çünkü bu yerda taqsim qiladigan vaqtga chetishlik bo'lg'achqa, taqsim qilish, qachon taqsim qilish degan gaplarmi o'sha ahkamul qirodning masalasi bo'lg'achqa, shu bu yerda tilg'ilib o'tdik deydi. Va ya min ahkamul aqd.
vaqti vujubul qisma qachon taqsim qilamiz foydani degan gaplar bu min ahkamul aql yani asas ahkamning birisi. Lekin ma tavarini mo shuni chetishib qo'yishga tilg'i ilib o'tdi. Vaqtalafu hal lil amili nafaqatuhu min al mal muqarradi alayhi amla. Kuch chiqaradigan kishi qiladigan butun chiqimlarini shu sarmoya puldan, mudaraba pulidan kesib bo'lamdi, bo'lmamdi degan masala. Baytamda mesela safar qilganda yoki davolanish, yemek-ichmak, bilet degandek. على ثلاثة أقوال فقال الشافعي في أشهر أقواله لا نفقة له أصلا إلا أن يأذن له رب المال. إيش قنا تخمغا في الخجل ما يدون وزن يندن خجيدا. فقط لان pul egisi mushkuldan xajlislar deb ruxsat qilgan bo'lsa undan xajlaydi deb. وقال قوم له نفقته وبه قال إبراهيم النخعي والحسن والإمام أحمد مبا وهو أحد ما روي عن الشافعي. الإمام شافعي'dan rivoyat qilingan so'zlarning birisi ekan. Ashhar aqvalihi degan demak Imom Shafi'dan necha qawl bor ekan. Birisi yuqori qilsa la nafaqa lahu aslan degan, ikkinchisi shuning aksi lahu nafaqatuhu. Va qala akharun lahu nafaqa fi as-safar min ta'amihi wa kiswatihi wa laysa lahu shay'un fil hadar. Shahada muqim turgan chaqda chiqimini undan qilmaydi. Safar qilgan chaqda yemek-ichmak, kiyim-kechak shunda chiqimlarni mudaraba pulidan qiladi degan qarash. Va bihi qala Malik va Abu Hanifa va Thawri va jumhurul ulama. Bu ko'pchilik olimlarning qarashi ekan. إلا أن مالكا قال إذا كان المال يحمل ذلك. لكن إمام مالك دبتان شو سرمایه pul مشتقمني كتراليدغان درجة خلجق pul olsa demek. Mesela 5000 koy mudarebe qilib, ishkirga chirib, yataq tertib, 4000 koy ya 5000 koy shunda xajlatga ishlab qolsa, ishkidan to'qimi qimmat tushib qoladi. Ko'tarmaydi. 100 millionlik bo'lsa, bunda bo'lib qolsa 10 ming koy xajlatsa, 100 ming koy xajlatsinmaydi. U ko'tardi. وقال الثوري ينفق ذاهبا ولا ينفق راجعا. Bağan çağda chiqimini qiladi, qaytishda chiqimini yendan qiladi debdi. Va qala al-layth yataqadda fil misri va la yata'ashsha. Ertalik nashliqini qiladi, kech tamoqni yemaydi debdi. Albatta yendi yeydi, kech tamoqsiz yemaydi. Fil misri degani shu shahada debdi. Shah bo'lmasa o'zining xo'jinda yig'ib o'xshaydi. Mısır degani yo'ldan emas. O'zining shahada bo'lsa uyda qilyapti. Safardagi gap bu. Safardaginin gibi tüyünü koyamızsa. Seferde taamik sıfatımızsa şu Malik, Ebu Hanife ve Savri şuna diyen. Yine Savri'nin gibi. Nasıl bu Mısır şu şahişide mukim turvatkan çağda gap boşadı. Mukim turvatkan çağda eteylik naşçılıkını kıldı. Bu manın leysizgen Mısırlık mı? Fakih Mısır. Şu vaqtdan belki naştını sırt qilish odat bo'lib şeydikan bunu. Çoxum şu Mısırning odatiga chetishdi. Lekin qaysi mazhabga qarashdi olim? İmam Malik bilan Abu Hanifanikiga yaqin qildi. Lekin katta olim. İmam Malikning kattaroq deb Imom Shafi'ni ta'rif qildi. İmam Malikdan afqah deb ta'rif. Afqah min Malik illa anna ashabahu lam yaqumu bihi. Shogirdlari Abu Yusuf Muhammaddak shogird bo'lib qolsa, buning fiqhini taxt Leytiye yani Hanefiye degandek Afrika'dan neçə dövlətdə bunun nimaları bo'lib tasla. Ammo qarashları nəhayət ilg'ar, nəhayət delilli kuchliq. İmam Malik kimi murosala qilib, İmam Malikninki ba'zi bir qarashlarini tuzitmoqdan İmam Malik qabul qilgan. İmam Shafi'ning qabul qilishki, ka, lek. Shagird tabiiyat qilgan. Shogirdlarini tazobdan tanlayolmagan. Lekin İmam Abu Hanifa, Abu Yusuf'da shogirdini pul verib, biqib, chiqimini qilib berib, endi to'g'izib nutda, qadil xudoolab butun shu islom davlatlari Abu Hanifa'ning qarashlari bo'yicha hukm sir 1000 yildagi hozir qadar masalan hukumatlar yiqilib ketgan bo'lsa-mu, lekin xalq shu qarashni tutib kelyapti. Islom dunyosida eng keng territoriyada taqilgan mazhabning birisi hozir bu. Yerimi deydi masalan, nufusiyatning yerimi balki Hanafi mazhabda. وروي عن الشافعي أن له نفقته في المرض. İmam Shafi'dan kesel bo'lib qolsa, chiqimini shu mudarib puldan qildi degan qarashmi keldi. Bu mu İmam Shafi'dan kelgan aqvolning birisi. Shunami? Wal mashhur anhu misl qawlil jumhur. Lekin İmam Shafi'dan kelgan mashhur qawl jumhurnikiga o'xshash. Jumhur safar qilgan chaqda chiqimini qildi degandi. Shunga o'xshash deydi. Alla nafaqata lahu fil marad. Yani jumhurmi degan kesel çağda çıkımını onumudan qilmaydi degan. Safar qilgan çağda safar çıkımını şu mudarebe puldan qildi degan. Ve hujjatu man lam yujizhu anna zalika ziyadatu manfa'atin fil qirad falam yajuz asluhu al manafi'. Mana jaiz emas deganlar
Bu mudarabada ortiqcha bir manfaatni sharhlashga iborat. Boshqa turli manfaatni sharhlagandek, bu bir manfaat. Navningin joiz bo'lmaydi. Va hujjatu man ajazahu anna alayhi al-amal fi as-sadr al-awwal. Sadr al-awwal deganimiz sahaba va tabiinlar yashagan davr desak, shu chaqilda ashunda amal qilinib kelgan. Ya'ni ba'zi chiqimlarni mudarib puldan qilibdi. Hozir endi bu namni kirishtirib turibdi-ku. Shunama, yani kasal chiqimi, safar chiqimi yoki muqim tug'an chaqdagi chiqimlarni buni kirishtiryapti. Va man ajazahu fil hadar shabbahahu bis safar. Muqim tug'an chaqdimi chiqimini shundan qildi, safarga o'xshash debdi. Buning da albatta muqim holat bilan safar qilgan holatga chiqimning farqini shu mudarib puldan hisob qildi. Mesela aeroplan bileti aldık, liman küçüğü yaptık, taksi kiraları, ama şundan çıkımdan yok. Çünkü o yüzden kadar tamak, yediğin tamak kıyamazsın. Ya ki bazı bir kiyim geçecek mi varına, o da tutmasın baktı. Ya ki davalını çıkamayamazsın. Bu şu mukum tuğan çağda Avrupa asmı o yüzden yeniden kılıptı. وأجمع علماء الأمصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بحضرة رب المال. Mudaribini ayaqlashtirmoqchi bo'ldik. Hisob kitob qilgandan keyin bu pul egisini chaqirmay, o'zining pulidan chiqib, sizga mana pul chiqgan do'konga qo'yib qo'ydim, ilvaslamiz deb o'zi vaqtga yas bo'lmaydi. Birli chaqirib aklab, foydamanchilik ekan, bunda taqsim qildik mana. Masalanki, ma'miniki deb shu yerda ikkala o'tirib ayriydi dedi. Wa anna hudura robbil mal shartun fi qismatil mal mana. Shu pul egisininki shu yerga kelishi paydini va malni taqsim qilishda shart edi. Va akhdul amili hissatahu, tijorat qilib kuch chiqqan kishi o'zining nisbasini taqsim qilib olish uchun shart. Yani shu robbil mal shart bo'lish kerak. Hech bo'lmasa o'zi hisob kitobini tayyorlab qo'ysa, kelgan chaqda unda bir tushundirish berib, bu yerda nima bo'ldi, masalan nisbalar, ma'mulning nisbasi bo'lsa, asla deb qilsa bo'ldi. وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه بحضور بينة ولا غيرها. Beyine diyem şeyde şuhud. Sil bu Müslüman planı. Damullamlı battı, acımlı battı, şu yerde ben neyse taksim koydum, sizin pullarını falan bırıp koydum ama ilvaslarısı bulmaydı. Bu yeterlik emez. Çok mu kiliş gerek? Yani kilenmedi adam boz gitti. Falanı vekil kısla. Ben şunu aldım, hesap kitabını okuyup, çöndürüp koyadisi buldu. Bunda kıygan da andın, neyde hazır ulemalı icma kıldı o. Bu icmanın üçünse tartış yolda takıldı. Mesela aydın oldu, düşünüşlük buldu. Bu misaldan ya da taksim kılmayla falanı koyup koydum ya falanın pullarını ilvasla işte gideye de koysam ki oturup bu ötken mançpul fayda çıktı da attı. Manda cık pulun gepini kılıp attı. Bu kişikin pul turdiya da andın şeytan alışıp bu paydını erkekке akşaydı da güman kıldım. Lekin chaqirib aklar, manda bo'ldi, manda chiqim bo'lib ketdi, manda ziyamu bo'ldi deb tushuntirib qo'ysa, deb oydin bo'lib ketadi. Al-qawlu fi ahkam at-tawari. Endi favqulodda bir ahvollar bo'lib qolsa, buning hukmi qanday bo'ladi degan masalaga kelsak, واختلفوا إذا أخذ المقارض حصته من غير حضور رب المال. Yani yuqoriqidek mana ijma qilib holatda pulning egisi kammay turib o'z g'achchini nisbasini iliblam ketaverib qolsa, thumma da'al malu aw ba'dahu. Shundan u pulni do'konga qo'yib qo'ydim, yapsani berib qo'ydim deb ketaversa, u sarmoya yo'qolib ketdi. Yoki bir qismi yo'qolib ketdi. Qanday taraf qilmaydi desa, faqala malikun in adina lahu robbul mal fi zalika fal amilu musaddaqun fi ma da'ahu min ad-daya. Pul egisi shuni ruxsat qilgan bo'lsa, ma'qul mana tavab pulni qo'yib qo'ysalar. Sizlar yanchiqlarga o'zlarining nisbalarini ketyapsizlar. Keyin elolay degan bo'lsa, zayolat ketib qolsa, tamam bu pul egisining haqqi zayo bo'lgan bo'ldi. İmam Malik'in karşı şu ki. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري ما أخذ العامل يرده ويجبر به yani yecbur bihi desek buldu. Aşu ticaretçi bana tavab edip epketken pulni qaytırıp ekildi. Ekilip rasul mal sermaye hazır cenab so'gan o. Şunu kim o'z to'liqlaydi yoki shuni alam sermaye hisobida qo'yilgan. Summa yaqtasimani fadlan imkan hunak. Shundan u qo'ldagi pulni shu yo'qolib ketgan pulning o'rniga tashlash, nima? Tashlagandan keyin rasul maldan eshib qolsa, foyda chiqdi deb qaralsa, u chaqda unda shu foydasini deyishgan bo'yicha taqsim qilishdi. Foyda chiqmasa yo'q. واختلفوا إذا هلك مال القراض بعد أن اشترى العامل به سلعة ما وقبل أن ينقده للبائع ينقده البائع فقال مالك أنا ما مسألة اختلاف شفته تجارة qilib kuch chiqqan kishi sarmoya bilan bir tovar setib olibdi deydi.
Mesela $1000'ını mudaribga bergan bo'lsa, bu pulni aylantirgan kishi $1000'larga hozir bir narsa so'zlashdi. So'zlashib, lekin shu so'zlashib olgan narsaga pulni sanab berishdan ilgari u pulni o'raldi. Ya'ni shu kishiga bir narsa sotmoqchi bo'lgan odamga qo'liga topshirib berishdan ilgari pul yo'qolib ketdi. Faqala Malikun al-bay'u lazimun lil-amil. Bu chog'da mudaribaga kuch chiqarayotgan kishi so'dini qilaverish kerak, debdi Imom Malik. Bu so'dni yangilanmaydi, qiladi debdi. Yani bu pul yo'q bo'lsa qanday, nereden bu pulni? Va rabbul mal mukhayyar. Pul egasining ixtiyorli qilib berdi. Xalisa insha dafa qiymata sil'ati marratan thaniya. Unda ani o'g'rabdi $1000 manga. İlivaslar deb ikkinchi qatim endi $1000 berdi. ثم تكون بينهما على ما شرط من المقارضة. Xuddi ilgirki ketgan bo'lsa, men uning o'rnini dastlab qo'ygandeklar. Ay deyishgan bo'yicha yana o'zjaydi menga berdi. U $1000 pul egasidan yetib ketgan bo'ldi. Va insha tabarra anha xalisa ma egemas deydi. Davonki u mudarib shiyada sizdan bilan axirlashib ketadi. Bu savdoni qilmaydi davlat, pul olmagandan olmaydi. Va qala Abu Hanifa bal yalzamu zalika shira rabbal mali. İmam Abu Hanifa pul egasi zodi pul talab edish kerak shuni. Imom Malik bir qarash dedi-ku. Shabbahahu bil vakil. Sinkidimi ekan? Shubbiha. Shabbahahu bil vakil. Imom Abu Hanifa amilni vakilga o'xshash deb qaradi. Undan keyin bu vakilda gunoh yo'q. Vakil pul tashib olsa, zarar qilsa yana ekranda yanidan bir pul olib yana bir dedi. İlla annahu qala yakun ra'sul mal fi zalika al-qiradi ath-thamanayn. Lekin Imom Abu Hanifa debdi, $500 bergan. Buni biznes olay deb bo'yicha so'dlish pulni topshirib bo'yicha yo'qolib ketgan bo'lsa, yana $1000'ni qayta elib berdi. Demak, bu yerda mudaribininki sarmoyasi $2000 bo'ldi dedi. Toplam hammasi bo'ldi dedi. Wala yaqtasiman ar-ribha illa ba'da husulihi aynan. $2000'ning hammasi chiqmaguncha foydani olmaydi degan. Aynan qo'lga tushgandan keyin undan foyda eriydi. Yani nima qo'lga tushgandan keyinsa, ani samana tilka sil'atillati talafat awwala. Yani dastlabki $1000 qo'lga tushgandan keyin o'rnini to'ldirib olgandan keyin undan foydani ayiradigan bo'ladi dedi. Unda bo'lsa $1000 avval $1000 va keyingi $1000. Ha, ayol bak. Va samana thani alladhi lazimahu ba'da zalik. Demak, ilgirki $1000, keyingi $1000'larni tepib $2000'dan shunda ashqil turgandan keyin undan foydani ayirisi bo'ldi. Yoki yani bir muddat davomlashsin bo'ldi. Demak, birinchi ziyoda $1000'ni amil to'laydi degan gap chiqdi. To'laydi emas. U tuliqlansa foydalanmaydi degan gap chiqdi taqodan. Amil pul tuliqlanib olsa foyda bo'ladi. $2000 tuliqlanib olsa, tuliqlanmay qolsa foydalanmaydi. Ki ziyon qolsa qaysi $1000? Lekin miyada degani unda g'alati bir gap debdi. Bu $2000 ash izni teppogicha bu xuddi lozim bo'lib qolgandek, ha? Cho'may turdi degandek bir gap bo'lib. Bu mudaribiningki asli tabiatiga zid hozir. Amil bo'lsa, birinchi $1000 ziyon topdi. $2000 berib qo'yib, mesela $2500 pul bo'ldi jami. Bunda olsa $2000'ni rasmal qaytib $500 araydi. Ha, shunday. $2000 Rabbul Malninki sağın sermayesi, $5'ni $250'dan bölüşür ekan. Samanayn degani Yani başta $1000 vergen, kim $1000 verdi? $2000 hammasi mudaraba sermayesi bo'ldi ekan. Yani mudaraba nesh pul vergan, $2000 ekamiz. $1000 demaymiz. Malikning qarashida shu $1000 Ha, Imom Malikning $1000 kerak. Ikki xil ixtiyorlik badi bu. Yani İmam Ahmed'nin qarashida keyingi $1000 shu sarmoya bo'ldi debdi. İmam Ahmed'ning qarashida. Men qancha payda ketsa $1000 $500'ni oladi. واختلفوا في بيع العامل من رب المال بعد سلع القراض. Ayda tijorat qilayotgan chaqda pul chiqargan kishi shu kishidan ba'zi tovar sotib qolsa, hukmi qanday bo'ldi deb. Demak, o'zining puliga olgan tovarimdi. Bunda o'zining mildik narsa shu. Shuni shu do'kon qilib sherikidan sotib oldi ekan. Masalan, bug'doy tijorat qilayotgan bo'lsa, uyga bug'doy lozim bo'lsa, shu o'zining do'konidan qilib pul sotib oldi ekan. Fakari hadalika Malik. Imom Malik buni tazyaqtumay yaxshi olmaydi debdi. Va ajazahu Abu Hanifa ala al-itlaq. Imom Abu Hanifa joiz bu. Boshqa do'konda asim bo'ldi, o'zining do'kon asim bo'ldi. Ya'ni shuni malni olib, boshqa bir kim sotib qo'ygandek bilan o'rnidan sap qo'yganda, o'zining do'koni oldida tursa, o'zining do'konida bug'doy bor. Cho'qim boshqa bir odamning do'koniga borib, yoki raqobatchisini olish kerakmi demoqchi. وأجازه الشافعي بشرط أن يكون قد تبايع بما لا يتغابن الناس بمثله. Demek şu bazar naqda situasi bo'ldi. Lekin o'zi olgan deganda bunda azallam situasi bo'lmaydi demekçi.
nima uchun desa shubhadan jiroq bo'lish uchun odatga bazana oladi odat xaridadek oladi dedi va wujhatu ma kariha min zalika malik va wajhuhu ma wajhum وجهه دساسل وجهته دساسل تورشكده وجهته ما كره من ذلك مالك إمام مالك من مكروه دب قرشنك سبب أن يكون يرخص له في السلعة من أجل ما قارضه bu bilan shirka ma pul berganda bu odam sarmoya sapaga mushitda vali ne'mati bu deb shuning qatordan azam ba'da bergan bo'lsa bu xuddi kullu qardin jarra manfaatan fawaraba degandek berib qoldi dedi فكأن رب المال أخذ من العامل منفعة سوى الربح الذي اشترط عليه هنا شكل فايدة أرتق أنا بالمنفعة كي يوغم بولده bu xuddi riba farq chiqib qoldi bundan emas sen birisiga $1000 sen tijorat qilingla foydasini tanalla deb berdim bergan ekan bu endi shu do'kon ochib narsani sotadi sotgan keyin shu do'kondagi narsani biroz lozim bo'lsa sana shu shirkning do'koniga kelib shuningda olding endi imom Shafiy odatga shu chaplab qo'ygan baho bo'yicha sotib olsam maydasin bo'lmaydi shubha yo'q debdi imom Abu Hanifa bo'lardi debdi azara qilsin qanday bas bo'lardi debdi imom Malik sal yomon ko'radi nima uchun desa pulni sarmoya sappagan bo'lg'achqa men buni sal azarroq bo'lib qolsam bu xuddi endi tutishgan hamma nimadan sirt yana qo'ndigan bir foydadek qo'shimcha bir foyda olgandek bo'ldi undan keyin bu yani jazoni bizga berib qoldi debdi albatta bu do'konga shirik kelib qolsa yat odamdek shu bahoda sotaman deyish mumkin emas masalan qo'shimiz kelib qolsimi azarroq bo'lmas savoqdishimiz kelib qolsimi e'tibor qilib azarroq bo'lmas al-naqsat qilmaydi Abu Hanifa ona rasmiy tijoratchi bu amaliy endi tas bu shirik kelsa yat odamga sotgan bo'lsa undan sotib bo'lmaydi endi odatda do'konga ko'nglimiz yaqin biraydan kelsa ba'zi izg'i birimiz nima lekin aşımı yani bir taraftan fayda algan hesapta. Nima uchun? Sen bir ko'ngling yaqin kishining ko'nglini elib olding. Xizmat qilib qo'ya olding. Do'konning katta g'achida bir azam ba'da foydalanmaylan bir olding. Osh berganlikmi? Xizmatim. U ma'naviy foyda. Sen mi onun şansı verip qalsan ondan? Şunun o'zi cho'qim moddiy tarafdan bo'lsin, cho'qim foyda qaytadan shunun qarshiligida. ولا أعرف خلافا بين فقهاء الأمصار أنه إن تكارى العامل على السلع إلى بلد فاستغرق الكراء قيم السلع وفضل عليه فضلة أنها على العامل لا على رب المال. عالمların oturda yani fuqaha al-amsarның oturda ixtilof yo'q deb bilaman deydi. Qanday holdasa in takara degan iktira degan ma'noda. Takara iktira ikkisi demak. İstikrami bir ma'noda. Ay tijorat qilib kuch chiqarayotgan kishi molni bir yuzdan bir yuzga yetkazish uchun kira qildi. Fastagraqal kira'u qiyamas sila. Malning bahosini eshib ketdi kira demoqchi. Qo'lda qolgan shu sarmoyadan jiq pul, tovar elish ketdi. Keyin qolib qolgani asosan shu kiraga ketdi. Unda ozdan bir narsa qo'lda qolib qoldi. Kim qoldi deymiz. Eshib qoldi degani yani to'laydigan kira pul batiqi. To'layolmay qoldi bir qismini. Otilib qolgan Allah. Ha, to'layolmay qoldi. Istagraqa deganda kim? Kira ishkirib to'layolmay qoldi. Demak shu qo'ldagi pulni hammani kiraga bir o'tib, hozir qo'lda pul qolmadi buning. Ya'ni pishga taqa to'laydigan kira bor. Shu kimin berayotmasa, u nima joyi bo'lmaydi. أنها على العامل لا على رب المال. Bu ahvolda yerdan al-amil deb amaliyotda رب المال deyish kerak. Pul egisi to'lash kerak buni. Bu amil endi to'lmaydi ekan. Amil iktiro qilgan emasmi? Amil o'zlariga yetkazishni Pulni endi bor qattiq olmagan ekan. Ya u gaplar emas. U ka ketgan pul rasmolning puli emas u. Ayrim puldan deydi uni, rasmolning puli. Ba'zini anishga bir narsa oldi. Ağanlık ona yetkiş kras. Ma ayırgını uqtasınız. لأن رب المال إنما دفع ماله إليه ليتجر به. Ticaret kısmında pul vergen zaman فما كان من خسران في المال فعليه. Yani ziyanını Rabbul Mal tatıttı. Tamam. وكذلك ما زاد على المال واستغرقه. Yani bütün nüvk kitap iş qalan chiqim bo'lsa, ya'ni kipsilab to'lish kerak bo'lgan chiqim bo'lsa-mu, Rabbul Mal beradi. Hozir alal amil la ala Rabbul Mal deganni o'rni olmish qolganda tushundim. Chunki alal amil bo'lib qolsa, bu ikkili taraf
pul chiqargan hisob to'lab qoldi. Biraz da ziyanni ne tartmaydi. Ya onu tartmaydi. Mesela 1000 koy filerken 1000 koy malılar 1000 koy kırakıp da yeniden çıkar. Payda kalsa kadar pasama 1000 koy mezunum durulamadı. Yeniden çıkarmaptı bunu. İş qolgan pullarni kiraga berib o'tib, yana taqa kiraga azroq to'laydigan pul qopqapti. Yanın çıkarmaptı. Yanın çıkarlar bunu. Qiyomat silahı degan gap qaraganda Qimmatini şimdi üst ketganda, to'liq ishi yeb ketdi degan gapdan. Ashundan qimmati bilan tengilgan pulni chiqim qilganda. chiqim qilgan. O'zi ustiga og'anlik uchun ham o'zi kelib qolgan gap ma, eshib qolgan kiraning pulisi, tovarning pulisidan eshib ketgan kiraning pulisi, amilga kelib qolishi, ani o'z ustiga og'anlik uchun mayotgay degan nima bilan. Bo'lmasa boshqadan ketgan bo'lsa, Robbul Mol bo'ladi. Ketgan butun pay chiqarmadik, hamma narsa Robbul Mol bo'ldi aslida. Ya men tushundim, iktiral amil degan bu amil bir kirakash bilan deyishib, bir odam yallab, men to'shib bergan, desa to'shib turgan kirakashga deyishdi. Lekin kirakash masalan tovarning qiymati $1000 bo'lsa, $1000 olib berishga deyishibdi. Bo'lsa $9 $100 kam qoldi. Pul qolmadi. $100 kim berdi? $100 Robbul Mol verse $9 yeniden çıkardı. $9 mudarib puldan berdi. Mudarib puldan berdi. Baz $10 bakmalı olsa, kirani mesela $1000 pulda demekçi böyle. $1000 ya bir $1000 pulgan olsa, $200 kim bir daha? $500 ya $500 ne? Pulda demekçi. Bu mudarib pul neç pulda? Mana bundan alalım. $1000 deyler dostlar. Kırapın işçinin gepemezse bu azı. Nesne mesela? Rasılmanın hem bir nesine bitip aşkını kırak yetmeye kılır. Pagan dilası bu. He şu. Bunun demek çoğun. Aşkın yetmez. $1000 dağımızda Rasılman 800 euro mal edip 800 euro kiraga yetmedi. Aslında şu 20 malağımız kilmiş. 20 malağım olsa şu malınki kıymetini keyin 20 milyon kağıt. Bu malın kıymetini işip ketmişsin, mudarib puldan berdi onu. Tamam? Mudarib puldan berdi. Mesela $1000 malağım olsa, $1000 kira qilsa, ya $1200 kira qilsa, $1200 pul bo'lib qaz berdi. Lekin $1200 yo'q, $1000 bilan baki. $200 yo'q hozir. $200 nereden berdi degan. Ya onda degan bilan onda pulni belge çalışsa $1000 qilib kiras qilmaydi, $1000 qilamiz deb belge. Tamam. Amil aşiretida uni. Mayır var. Aşiretda şu aşman asliki bak $1000 ticaret qilmoqchi ekanlar. Lekin havo $1000 chiqarib işte. Ticaret kim deb demekçi. Şu fayda emas böyle. Şu kinkini de qanday tushundirmas. Ve kedalika ma zada alal mal ve istagraqahu degan ve kedalika degan gap bor. Ya sharida bir nazm tutma darsimizda. Çekişme. Bunda bo'lishib birinchidan biz ko'pincha muomala babni jiq o'qimoqlik, ibodatni o'qiganligimiz uchun bizga yangilik bo'lg'achqa, shunda sal gijing tuyuldi. Ikkinchidan kitobni yozgan odam agar boshdan tortib yozgan bo'lsa, boshqa taqladi kuchaydi. Keyin oxirgi sal erib qilib tez bitirishgan. Lekin Imom Ibn Rushd buni yozgan chaqda balki ba'zi kitobni birini yozgan. Kitobning ba'zi kitobni birini yozib, keyin ondan birini yozgan, asosan bosh tarafini to'liqlab yozgan ahvol bor. Ya'ni buni cho'qim boshdan boshlab yozdi deyishmi tez. Ha, hozir iltizom qilmay qolganlar. Ha, boshdagi manhajni iltizom qilib menish nimasi hozir sal o'zgarib ketib qoldi. Samarkandiki mana bir şeyde tarihi Nimrod Rabbul Mavlan boyukta. Samarkand. Rabbul Mal. Mudarib paytasam şuraya. Ya mudaribning gapi yo'q, Rabbul Malning gapi oldida. Lekin Rabbul Mal innama dafa malahu ilayhi liyatajribihi. Ilayhiga qaytadi sana balki. Lekin u xusran Rabbul Mal bo'ldi-ki, nerede amil bo'ldi? Başta da olmasa gelirse pulun yerini yutturatken olsa ticaret kılıp ticaret paydası yerini tegelek olsa. Hayır ya ziyan çıktı degan gap yo'q. Hammasi Robbul Mol qoldi. Ziyan çıktı degan gap yo'q. Ziyan chiqsa shu Rabbul Mal bilan da bo'ldi. Undan keyin ziyandan boshqa qo'shim chiqimmi Rabbul Malning gadingi bo'ldi demoqchi. Yani hozir ayırma gapni. Shu Rabbul Mal chiqdi pulni, kam qolgan pulni degan gap. Almalni fiyozil misolda qo'y. Ya, pullar. Çünkü mal ayırdım ona. Ve kedalike ma zada alal mal. Mal bo'lganligi bundan keyin malning ortiqini malga qiyos qilyapti hozir. Demak bu amil hozir endi pul chiqarmaydi. Yani mudarib chiqirdi demak. Chunki ba'zidan da bunda ahvol bo'yicha tijoratda. Masalan $1000 qon bo'lsa, $1000ni $200 kiraga mo'ljallab qo'yib, $800 alay, kishining yetishi alay deb unda o'tag'ilmaydi. Ba'zida
$1000'lik malım şu munda asan satma bo'lmasa parchalab o'tamayman deydi. Undan keyin u mal shunda arzon ushrab qolgan. Shu gupida asas shunda bir arzon mal ushrab qoldi. Qachchi ilayotgan. Ilayotgandan kira kelgan chog'da kira pul yo'q o'tirib qoldi. O'tirib qolganki kirani shu Rabbul mal chiqirdi deydi. Yada fastaghraqal kira u qiyamuslar degan qiyam degan gapni nima qilmaymiz? Ash tovarni olgandan keyin tovarning qimmatidan eshib qolgan pul kiraga yetmay qoldi deb tushunsak bo'ladi. Hech ishida la arif xilafa baynal fuqaha al-amsar deb o'zimdan naqab to'qmayman. Yani bunda ittifoq bor demoqchi. Lekin ehtiyot qilib, balki men xabarsiz qolgan bo'lsam, la alim xilafan, balkimda boshqa kitoblarda bijada xilaf bo'lib qolishi mumkin deb azroq yo'l qo'yib qo'ydim. Endi Rabbul mal söyleyish kerakda. Ha, shu. Onun endi pulimiz ham pulga Men qalanglar, men bunda fuqarolar amsarni o'tirda asosiy ixtilof yo'q deb qarayman dedi. In takaral amilu al-sila ila balad. Ashu tijorat qilgan kishi, kuch chiqargan kishi bir tovar oldi, ha? Tovar olgandan keyin uni sotmoqchi bo'lgan yurtga yetkazmoqchi. Yani to'yib qo'ymoqchi buni. Fastaghraqal kira'u qiyamus sila. Qiyamus sila degan tovarni olgan pul. Tovarni olgan puldan keyin kiraga pul yetishmay qoldi. Yetishmay bir qismini to'ldi, bir qismini to'lanmay vafadullah alayhi fadla. Yani to'lish kerak bo'lgan bir qism kira eshib qoldi degan. Eshib qolgandan keyin kim qolgan pulni kim berib to'liqlab qo'yini mangdirish keraksa, annaha al-amili la ala rabbil mal. Men demoqchi o'g'lim, bu ala rabbil mal la ala al-amil demoqchi. Va ibodat almashulab qoldi demoqchiman. Nima uchun desa, nima uchun Rabbul mal to'laydi buni? Lianna Rabbul mal innama dafa'a malahu ilayhi liyattajira bihi. Tijorat qiling deb pulni bergan odam shu Rabbul mal. Shunama? Fama kana min khusranin fil mali fa alayhi. Maldan ziyon chiqib qolsa, kim to'laydi? Rabbul mal to'laydi. Va kadalika ma zada ala al-mali wastaghraqahu. Undan keyin ash malning zinni Rabbul mal to'laydigan bo'lsa, sarmoyadan eshib qolgan narsa bo'lsa, yana yetishmay qolgan, kam qolgan, to'liqlash kerak bo'lgan, istag'raqov deganni to'liqlash kerak bo'lgan chiqim bo'lib qolsa, buni Rabbul mal to'laydi. Ya'ni yendan chiqirdi degan bo'ldi. Müstakil meni to'g'ri bo'lgan, lekin agar eshikni ko'tarsa, bu yerda ra'smal hozir nima to'xtamay qoldi. Mumkin bo'lamdi, mushkilga bo'lamdi ra'smalni desa, hozir $1000 va $1000 inib bo'lmay qoldi. Bu bir mushkil. Lekin müstakilsa mana chiqib keladi. Endi amil berib qolsa, Amilga tudan deb qolsa, amil berib qolsa bu amil ham Rabbul mal qildi. Shirk bo'lib qoldi. O'zimchiki. Bu bir mushkil. Maktabda annahu ala amil la ala rabbil mal deydi. Esh qo'yibdi, sizni aylanlar uchun. Chiqib ali anna ta'lilda ilgari chiqib pesh qildi. kirani ko'tarsa bu shu chiqim qatorida U pulning sifatini buldimmi? Ta'zir qo'ygan bo'lamdi, yo endi yordam qilgan bo'lamdi, yoki rasmlarga shirik bo'lgan bo'lamdi? Bu bir mushkil. Qiraz bo'lib qolsa chiqim Rabbuldan so'rash kerak. O'zgartirib qo'yishdan. Bu endi xatolik bo'lgan bo'lishi mumkin, yoki biz tushunishimizda xato tushungan bo'lishimiz mumkin. Biz bunda tushunsak, mana shu to'g'rimi? Birar nusxada unda kelmoqda. Istaghraqov degan shu emmiz ketib qolib, uni yana yetishmay qoldi degan fatvolar degan. Pul kemib qoldi degan. Vaqtalafu fil amili yastadinu malan fayattajiru bihi ma'a malil qirad. Bu yana bir ixtilof bo'lgan masala. Mesela shundan ayet obdan bir mal ushrab qoldi, azam mal ushrab qoldi, ipida mal ushrab qoldi deydi. Shundan qo'lda bapul yetmaydi. Yetmagandan bu g'achcha birisidan qarz qilib bilan g'achchida setib olmoqchi shu malni. Demak, shu qo'ldagi sarmoyaga hozir qarz qilib ketayotmoqchi. Ya'ni qarzasi bo'lamdi degan gap mana. Faqala Malik zalika la yajuz. Jaiz emas. Faqala Shafi'i va Abu Hanifa va Imom Ahmad ibn Billah zalika jaizun. Ve yekun ar-ribh baynahuma ala shartihima. Paydamı shu tutishgan bo'yicha bo'ldi debdi. Yani normal odatdagidek. Lekin shu qarzagan pul hozir mudaraba sarmoyasi kirib ketdi. Imom Abu Hanifa men tijorat cho'g'achqa joiz dedi. Nima uchun? U tijorat deganda shunda ba'zi arzon ushrab qolgan ahvol. Payda degan shundan narsalar. Shunda epida aslan sota oladigan shunda bir arzon ushrab qolsa, pulni pul yo'q ko'tarib qarab qolganikilar u mal olinmagan foydalanmaydi. Lekin shu pul toplam gachida olsa, foydasiga sota oladi. Davon keyin gachida qajilib bilan hozir ma nimani dedik biz men o'qudil amanat men o'qudil amanat bo'ldi ikkinchidan biz tijoratga usta odamga beramiz buni o'dil kelgan tijoratchiga oqkonalda bilan ishonch qilib yana bermaymiz tijoratga ditva usta odam bo'lsa undan aynda tutib beramiz davon keyin bu odam epidemiologik kelib qolsa yachida ololish kerak bu qo'l bog'liqlik holatda qapqaz bo'lmaydi deydi
Bunun ayrı ticaret insanı sunduğunda Müslüman araçları otayım babanlıke bu şapkaçlık mümkün olsa onu yüz kazıyla bunun yüzünü ticaret kılıp bayınlandığı diye kapattığı yüzünü iş olsun. Bu kazıyla bunu kısa onundan da yani işek müşkül çıkır. Geçim açacağım oluyor biz o işler. Hadiren buradan çağırırsa aşında bir ağıl dilkep kalan çağda kaç ümdüdadı lan alaklı şey. Kazıyla kısa mal şunu bek ayda uçurap kaptı sen aslı bulaptı dese nasıl buldu? Ne adı telefonu şırgan asan mı? Şu bir minutta ben buldum bu. وحجة مالك أنه كما لا يجوز أن يستدين على المقارضة كذلك لا يجوز أن يأخذ دينا فيها. Şu kısım cevaptı bu. Mudarebe kılış karzası olmaydı da para başlanıyor mu? Mudarebe kılış için karzası bulunmaydigan bo'lgandeklar yoki qarzga muqarada qilsa bo'lmaydi degandek. Chunki naqd pul bo'lishi kerak dedik-ku. Mudarebening sharti. Kadalika la yajuz ya'khudh daynan fiha. Boshqadan qarz so'rasin bo'lmaydi debdi. Mudarebe qilaman deb bir sizin qarz so'rasi bo'lmaydi degandek bir gap o'xshaydi. Qarzini mudarebaga sarmoyaga solib bas bo'lmaydi degan. Shunda bo'lmaganda kadalika la yajuz ya'khudh daynan fiha. Demak, mushumi bir qarzdir. Qarzni unda aralashtirmaslik kerak demoqchi ekan. واختلفوا هل للعامل أن يبيع بالدين إذا لم يأمره به رب المال. أن يبيع بالدين يعني نسي سetiş meselesi. Yani sen satayotgan tovarni nesi satsan bulamdı bulmamdı. Elbette pul egisi aslında deyişib. Nesi basılım buldu, naqd satılım buldu. Bu setivaslar. Onda udilkas degan bo'lsa, mayli setiverdi. Agar unda gap qilmagan bo'lsa, nesi satsa bo'lamdi, bo'lmamdi. Faqat Malikun laysa lahu dalik. Imom Malik yo'q, nesi bas bo'lmaydi debdi. Nima uchun? Chunki nesi basa, kim u pulni ololmay, avrilib pul zavodga qolba. Fa in fa'ala damina mana. Nesi satsang buludu deb ta'kidlagan ahvolda nesi setib qolsa, u nesi pulni ololmay qolsa, to'laydi. Nimishqi nesibaga bermaydi buni. Va bihi qala Shafi'i. Imom Shafi'i mo shunda debdi. Imom Ahmad mo bir rivoyatda shunda degan. Va qala Abu Hanifa lahu dalik. Imom Abu Hanifa nesi satsa buldu debdi. Imom Ahmad mo bir rivoyatda Imom Abu Hanifa bilan billah. والجميع متفقون على أن العامل إنما يجب له أن يتصرف في عقد القراض ما يتصرف فيه الناس غالبا في أكثر الأحوال. أما لا اتفاق يبقى هذا نورمال دام من التجارة قريش كرك وغن إشنا قريردو. Köpünçe ahvalda tafsilatta aşında nesibası bulandı bomunda ihtilaf ispasmı lekin başka normal ahvalda şu adetlikle ticaret rıkamda ticaret kıysa şu bu için bana yurdu deydi. Mesela adam yallaş gerek olsa adam yallaydı. Ma o umuman demek şimdi. O nesi setişmesi sılam. Ma o umum başka işler. فمن رأى أن التصرف بالدين خارج عما يتصرف فيه الناس في الأغلب لم يجزه منها. Demek nesi setiştigen bu adette galiben kıldığı işemez bu. Dükkancılar adette nesi vermeydi o. Köpünçe. Nesi veriştiğinden favqulodda tar dairada bir ish bu deb qarasa nesi vermesi kerak debdi. Va mara'anna mimma yatasarrafu fihi an-nasu ajazahu. Yo'q, odatda dukanchilarmisi nesi berdi, nesi bermay tijorat qilib bo'lmaydi desa, o'sha nesi bersan bo'ldi degan gap chiqdi. Abu Hanifa joiz dedi. Çünkü dükkandachilikda nesi qilmay tijorat qilib bo'lmasin. Daftar yozib qo'yishlar. Keyin bir oydan keyin savlashimiz, bu day savlashlar deb qo'ydan shuni unda bermasa olmaydi. So'z yurishmaydi. واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث. bunun içinde İmam Ahmed bin Bah elbette. Demek mi şu? Meşahir الفقهاء والأئمة الأربعة İmam Leyth bilen الأئمة الخمسة buluptu. Bu ihtilaf düşüp koptu. Fil amel yakhlitu malahu bimalil qirad min gayri izni rabbil mal. Özden yeniden pul qetip koydu. O puligisinin kavri yok. Faqala haulai kulluhum ma ada malikan ve ta'addin ve yadman. Ularımız da bu şekilde aşkallık mı o? Tüleydi. Yani eğer ziyan çıkıp aş pul davet etti desek, kurup kaldı desek, xuddi puligisi ziyan tüleydi o. Şuna oxşab bunun pulisini şu ziyan qatarida tushib ketadi deydi. Tüleydi. Ya udaman degan şu o'zi quruq qoldi dendi shu. Ziyan o'ziga demakchi. وقال مالك ليس بتعد يا ابو شكده اشقال قماس ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الامصار انه ان دفع العامل راس مال القراض الى مقارض اخر انه ضامن ان كان خسران عند عالمlar yana ittifaq yaptı asasen yani şu meşahir الفقهاء dediler şu imam el-Leyth muşula ittifaq yaptı. $1000 mudarib qilman deb ishlatish uchun oldi. Bu o'z tijorat qilmay qatchida birisiga "Meni mudarib qilaman" deb
ikkinchi bir shaxs ya o'zidan chiqib qolibdi, xohlamabdi, qachida birisiga biri o'tibdi. Yana birisi bilan mudarib to'xtamib qilibdi. Annahu dominun inkani xusran. Agar ziyon chiqib qolsa, to'laydi deydi. Chunki bu yerda shaxs muhim. Pul egisi ashadani ishonch qilib, tijoratiga, ditibalıqqa ishonch qilib shuni bergan. Agar shuni yana bir odam bo'lsa, bermaydi unga. Bermasligi mumkin. Berishi mumkin. Shu ziyon chiqib qolsa, to'laydi debdi. Va in kana ribhun fadalika ala shartihi. Agar foyda chiqib qolsa, o'zi shartlashgan shaklda bo'ldi. Masalan 50%, 50%. Lekin 50%ni Rabbul mal oldi. 50%ni kim oladi? Yo'q. Shuni bilish kerak. Ishiga adam oladi. O'tirgan adam hech bo'lmaydi. Hozir to'xtanglar. Mayig'ini nima qiladi? Ala sharti degan adam shak qadar tushunishlik, tushunami? Ya'ni shartini bitta 50%, 50% bitta 50% hozir Rabbul malga tegdi. Buni ish tugadi hozir. Ana mushkila mushadan. ثم يكون للذي عمل شرطه على الذي دفع عليه. Ondan ishni qilgan odam, uchinchi shaxs hozir o'zi bitishgan bo'yicha kimdan pulni olgan? O'tirtuq odamdan olgan. Birinchi amildan olgan. İkinci amil u pulni birinchi amilda oldi. Dafa ilayhi degan birinchi amil dafa ilayhi. Undan keyin ishiga odam ikkinchi amil. Şu shartlashgan bo'yicha o'zining nisbasini oldi. Bu 50% deyishgan bo'lsa, ikkinchi amil hozir foydaning 50%ni oldi. Fayuwaffihi haddahu mimma baqiya min al-mal. Bu balki fayuwaffihi haddahu mimma baqiya min al-mal degani, shu foydaning qolib qolgan qismini Rabbul mal oldi-ku. Qolib qolgan 50% foyda shuningdan uning nisbasi to'latildi. Şuna o'ttirdiki al-amil avval quruq qo'l chiqatdi buningdan. Chunki u ishlamadi. Mudaribida ishladimi, tijorat qildimi, qilmadi. To'roq deyishadigan bo'lsa, paydo qoldiganda, masalan, balki bunlar 50 deyishib, qayerga chiqsa, 60 deyishib, 10%ni uzab qolsa bundan. Umuman Alloh bize qildi-da. Hozir endi ahvol bo'libdi-da. Shunda ahvol duch kelib qolsak, bunda bir taraf qo'yilmoqchi. Ahvolni joiz deb turmaydi. Joiz bo'lmasa, foydasini kim oldi degan gap chiqmaydi. Demak, mishada uni ittafaqu ala annahu damin. Mishada to'layzadi o'ttirdiki, shu birinchi amil to'laydi, ziyon bo'lib qolsa to'laydi deb ittifoq keldi. Agar foyda chiqib qolsa, birinchi mudariba fasid bo'lib ketadi. Mushu masalani men boshqa kitobdan izlab baqdim. Izlasam, natija shunda chiqdiki, ittafaqu ala annahu damin in khasira. Ziyon chiqib qolsa, shu to'laydi. Ya'ni chuqurdan to'laydi ekan. Wa in rabiha tafsudu al-mudarabatu al-ula wa tasihhu ath-thaniya. Birinchi mudaraba bekor bo'lib ketdi. Ikkinchi mudaraba hisob deydi. Endi ikkinchi hisob qilib o'ttirdiksa shundan chiqadimi? Farribhu min rabbil mal. Farribhu min rabbil mal bayna rabbil mal va baynal mudarib ath-thani hasab ash-shurut. Davomdan keyin bu chiqqan foydani shu birinchi mudarib hozir ikkinchi mudaribga qanday shartlashib bergan bo'lsa, shu bo'yicha ham ikkalan taqsim qilish. U o'ttirib turgan bu birinchi mudaribdan hech qanday munosabat uzilish ketdi deydi. Demak, bu hozir taqdim bu. Ya'ni sana ishini, sen tijorat qildi, o'z qo'li bilan tijorat qildi deb omonatingga, ditinga ishinib, sana bersa, sen qachida ilgaga joydan tutib qo'ysang, bu chaq ziyon to'laysa degan. Foydaga erishmaydi, ziyon chiqsa to'laydi. Yani unda qilmadi demakchi shu. Unda qilsam bo'lmaydi demakchi. Bu hukm unda bo'ldigan tushungan odam ikkinchi bijadan bermaydi. Baka o'zini ziyon o'chirtamda 50 deyishgan bo'lsa, u yandirsidan 60 ta deyishgan bo'lsa, 10% foyda chiqadi. Aniq 10 ma Rabbul mal qoldi. Shunda. Unda bo'lish kerak. Men nimani Imom Mavardiyninki Muxtasarul Muzani qilgan sharhini ko'rdim. Nima ixtiyordan keyingi ikkinchi amaldan değişken şartı bo'yicha yo'lda bo'lganligini yo'liq 10% birinchisi oladi. Ya. Imom Shafiy shunda barkan ajrimizlar. Bunda ba'zi tafsilotda shunda nima bo'lish kerak. Tafsilotda to'rt mazhabning farq bor. Lekin ma naql qilgan hozir Maliki mazhabining qarashi asosan. Lekin boshqa mazhablarda ba'zi bir tafsilotlar bor. Imom Shafiyning tafsiloti bor. وقال المزني عن الشافعي هنا إمام مزني شافعي شاگردی İsmail ibn Yahya Abu İbrahim el-Muzani 264 yılı vefat olgan. El-Muzani Nasır mezhebi degan. Bunun muhtasar degan kitap var.
Muhtasar al-Muzani. Al-Um degan kitobni ixtisor qilgan. Endi bu Imom Muzani Shafiydan manda rivoyat qildi deydi. Hozir bu yerda Imom Shafiydan ikki xil qawl kelgandek bo'ldi. Birinchisi al-qawl qadim hisobida. Ma'vo Misr kelgandan keyingi ikkinchi qarash buni Muzani rivoyat qildi. Laysa lahu illa ujratta mithlihi. Bu chaqda fasl bo'lib ketdi demakchi. Li'annahu amalun ala fasad. Li'annahu amila ala fasadin yoki. Çünkü bu hazır mudaraba fasida hükmünü aldı. Nağınki mudaraba iza fasadat tatahavvalu ila al-ijara. Yani ücret misli degan gap aş amil hazır. Bir ayda mesela işlegan muddatni qancha işlegan bo'lsa, qancha ishlab bergan bo'lsa, shunda adamga beradigan maosh shuni beramiz. Ayda masalan 1000 ko'ydan bergan bo'lsa, 2 oy ishlagan bo'lsa, 2000 ko'ydan olib foydalanmaydi bu. Birinchi mudarib. Birinchi amilmi, ikkinchi amilmi? İkinci mudaribning gapi. Shu ishlagan adam shu. Hozir ishlagan adamga ish bo'lmaydi. Ishlagan adamga ish qilmaymiz. Birinchisiga ish bermaymi? Ya, ish qilmaymiz. Ikkinchisiga ish qilib bermaymiz. Ish qilib beramiz. Çünkü mudaraba fasida bo'lib ketdi bu. Amila ala fasadin qaysi? Amalun ala fasadin. Amalun ala fasad. Çünkü bu fasid bir mudaribada qilgan ishdan iborat. U bilmasa o'zi chigin uqmay shunda raskamni qilmaydigan odamlar muomala qilib qolganligi zina shu. Sen yaxshi odam bilan aralash, saxtibozga aralashib keyin saxtibozda boshqa odamning uni do'ppisini keltirib bunday qilsa shuni dastlab solsa. Shartlashgan bo'yicha bo'ladi. Shu ikkinchi mudarib birinchi mudarib bilan shartlashdiko. İkinci mudaribi qanday shartlardan bo'lsa, shu shart bo'yicha bo'ladi. Birinci mudarib qaysi yana shu o'xshash. Shu ikkinchi mudaribining sharti. Hozir birinchi mudarib ikkinchi mudarib bilan shartlashgan ekan. Shu birinchi mudarib shartlashgan bo'yicha bo'ldi desak, ikkinchi mudarib shartlashgan bo'yicha bo'ldi degan ikkisi o'xshashgan. Ikkisi shartlashgan bo'yicha shu to'xtamadi. Ikkinchi mudarib to'xtami? Necha %dan shartlashda 50 da 50 ya 40 da 60 emas. Shu bo'yicha bo'ldi. Thumma yakunu lillazi amila andın ikkinchi mudarib shu ishlagan tugo tijorat qilgan shu kishiga shartuhu alallazi dafa'a ilayhi. Shu pul bergan chaqda shu odam nesh pul shart qilamiz 40% foydani olay degan bo'lsa, shu bo'yicha uni oladi. Fayufihi haddahu mimma baqiya min al-mal. Shuna ikkinchi mudarib qilib qolgan foydadan nasibini oldi deydi. Şartul mudaribul avval ma'al mudaribul thani. Shu shart bo'yicha bo'ldi. Ondan ishlagan kishiga ikkinchi mudaribman bu. Ishlagan kishi uchun shu ishlaganning o'ziniki sharti bo'ladi, shartlashgan narsa bo'ldi. To'lagan kishi bilan qilgan. Allazi dafa'a ilayhi al-mudaribul avval. Shu mudarib avvalni deyishgan sharti hesap bo'ldi, shartlashgani bo'ladi. Ondan birinchisiga shuni nisbini qilib qolganmandan birinchisiga nisbini qilib to'liqlab bergan. Uni berdi degandekman. Ya uni birdi degan gap chiqmaydi. To'rt mazhabni olmasdan unday gap chiqmaydi. Yani bu payda hozir shu tijorat qilgan odam bilan shu pul egasidan o'tirdilan taqsim qilinib ketadi. Shart qanday shart bo'lsa? Yani bu mazhabda mudaribal birinchi mudaribi fasl o'tdi deydi. Ikkinchi mudarib to'g'ri bo'ldi deydi. Şu bazı mazhab belki bunda karışık. Kol-kolunu tanıydı da. Kol-kolunu tanıydı da. Birinci mudarib anından qanday pişken bo'lsa shunda taslim qildi. Ondan ma'vo maliklar qanday pişken bo'lsa ondan hozir foyda ishga odam bilan pul egasidan o'tirib taslim qilindi. Uningda mushtat mazhab ittifoq. Lekin buni guvaslam ishkalardan bilshamdi. Yoki pulning egasining nomusini anında bir ekilib, undan keyin ekilib deb mayli bo'lamdimi deganda talash tashib qildi. Birinchi mudaribni fasid deyotdi. O'tirganlarni ammasiga enak deb bo'lmasa. Bo'lmaydi. Ammas tasdiq ekan. Jamboz to'laydi ekan. Unda isbot. Faydalab qolib qolsa, shu hozir ma kitobning iborati ashunda mujmal. Allazi bi yadi uqdatun nikah degan. Bu allazi bi yadi uqdatun nikah kim? Buni belgilashtir mana. Damirlar qarasanglar وإن كان رابحا فذلك على شرطي يعني شرط من ثم يكون الذي عمل تمام بو إنك شرطه على الذي دفع عليه أو دفع إليه ديان كيم والترك برنج مضارب ديل مثلا فيوفيه حظه مما بقي من المربون شنو سوغان كم من باشقا كتابlardaki mudarebe babı müracaat kıldı. Müşmesini şunun için.
Bunu nima qilsam, bu yer ittifoq va deb nima qilgan bilan, mashayir fuqarolar ansari o'tir 4 mazhab olimlarning o'tir ittifoq va degan bilan ittifoq oxirgi natijada bor ekan. Ya'ni bu foyda hozir oxir verib, kimning qo'li uchida bo'lsa, ishiga adam bilan pulni oladi buni deydi ekan. Lekin endi bu menda aylanib andin, o'tirdiq odam aningdan bir asa, uningdan akiling deb mayli bo'lamdimi? Yoki birinchi mudaribini fasid deb bekor qilib o'tgan hisob to'lab, andin qudullam yo'lni qisqartirib, qudullam elishamdo degan masalaga berib taqilgan. Ya'ni natijada bu debto birinchi mudariba degan butunlay bekor, ikkinchi mudariba shu o'tirdiq odamni deyishgan bo'lsa, shu bo'yicha foydani malligisi oladi. Qolgan deyishgan foydani ishiga adam oladi. O'tirgan adam quruq qo'l chiqadi debdi. Mana Imom Shafiy rahimahullohning gapiga to'g'ri keldi-da. Ha. Degan shu boshqalimi? Ikkalan tutishgan bo'yicha bo'lishidi. Bo'lishgan ekan, endi bunda akasa madamning, ya'ni birinchi mudaribning qo'liga tushgan pulni endi men akilang deb yana elib olaman deb yana bu o'tirdiq adam quruq qo'l chiqadi degan bor ekan. Deb abatagina degan. Imom Shafi'ning qarashi shu. Qadim qarashi. Hozir jumhur o'xshash desa, oshiga mush kitobning nimasiga asoslansa, 4 mazhab olimlar bunda qaraydi degan gap chiqib qoladi. Endi mana Imom Shafi'ning yangi qarashi degan Muzani ra'sini al-Qawlul Jadid desak, bu 4 mazhabning qarashidan boshqa qarash deb ikkinchi qarash bo'ldi. Lekin bu kitobda tafsilotni bayon qildi mazhablari. Endi mush masaladami ittifoq bo'lgan bir o'rin bor. Agar pul egisi ijozat berib qolsa, sen xohlasang o'zingning vaqt etmasa, men birelanga mudaribə qilib bəsən buldu desa, o'chada joiz bo'lardi. Agar ijozat bermagan taqdirda, unda demagan taqdirda xohlagancha boshqa odamga tutib qo'ysa, to'laydi degan gap chiqdi. Adamanda ittifoq. Lekin foydani qanday taqsim qilishda natija shu ikkalan asos ikkalan bo'lish bo'ldi ekan. Al-qawlu fi hukm al-qirad al-fasid. Mudaribə shunda ba'zi shartlar izbaslab fasid bo'lib ketsa, buning hukmi qanday bo'ladi? واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد فسخه ورد المال إلى صاحبه ما لم يفت بالعمل. Pul mal aynan bo'lib qolsa, fasid bo'lib ketgan taqdirda vaqtida mudaribini buzib bilan pulni egasiga qaytarmaymiz. Vaqtalafu idza fata bil amal. Uning do'kon ijaraga oldi, do'kon bizida mal oldi masalan. Kira keshki ba'da shunda u pul qo'ldan ketib qolgan bo'lsa, واختلفوا إذا فات بالعمل ما يكون للعامل فيه في واجب عمله. Qo'ldan ketib qolgan holda bu chaqda demak bir ish qildimdi bu, ha? Ish qilsa, shu aynan pulni mendiritimiz bo'ldi ish tugidi. Ish qilib, shu pulni uning sarf qildi. Bu chaqda tijorat qilib, kuch chiqargan odam nimaga erishidi degan masalada bir qancha qarashga bo'linib ketdi. Ahadiha annahu yuraddu jami'uhu ila qirad mithli. Demak bu yerda qirodadi fasid bo'lib ketdimi? Fasid bo'lib ketgandan keyin bu shartlashgan persent bo'yicha bo'lmay foyda. Qirodul misliga xuddi mahrim misliga gap bor. Masalan biz 100 ming ko'yga mahr deyishgan bo'lsak, bu besholab bu fasid bo'lib ketsa, yoki 100 ming ko'y bir yerdan chataqsa, biz qanaqa qilib mahrim misliga bandiritam to'q. Mahrim misligan shu darajadagi, shu saviyadagi, shu tabaqadagi ayol nech pul mahr bilan to'y qilgan bo'lsa, shuni bekitdik. Ana bu qirad misli degan mushunda mudaribə qilgan ahvolda, ash amil qancha persent elib mudaribə qilibdi jamiyatda, deblam shuni bekitdik. Amaliyotda u deyishkina izpas bo'lishi mumkin. Lekin fasid bo'lgan ekan, buni g'achchida shu siz qilib akilimiz deydi. Masalan, 60% mudaribə bo'ladi, 40% pul egisi bo'ldi degan bo'lsa, hamdan bu fasid bo'lib ketgandan keyin jamiyatga qaraymiz. Kishilar shunda bir mudaribani qanday qildi desa, 50% qildi desa, 50% ga tushirib qo'yamiz. Bizga shu ishni mudarib qilish uchun bor. Shu mudaribga o'xshash mudaribalar nech persentdan bo'ladi foyda? Va rivoyat Ibn Majshun an Malik. Imom Malikdan Ibn Majshun shunda qarashni rivoyat qildi. Va qawluhu va qawl ashhab. Bu Ibn Majshunning o'zining qarashi ekan, yana Ashhabning qarashi ekan. والثاني أنه يرد جميعه إلى إجارة مثله. Bu adir mudaribə mislihi naqmay ijarat almış. Şunda kişiler
Aşı neçə ay işləb bergen bolsa, bir ayda neçə pul alıb işləb beriş kerak. Maaş qancha maaş alıp dese mançı. 10.000 koydan maaş desek, bir ay işləb bergen 10.000 koydan maaş tutub qoyumuz. Yellab işlətkəndek lan bulduq. Ve bihi qala Şafii, İmam Şafii müşqarasını tuttu. Ve Ebu Hanife ve İmam Ahmed Mubah ve Abdülaziz ibn Abi Salama min ashab Malik. İmam Malik'in bir şagirdi iken. Demek cumhur hazır icaretil mislige ötep ketdi yani. El-mudaraba indel fasadi icare diyen meşhur sözü. Ve haka Abdülvehhab, yani el-Qadi Abdülvehhab sahibul Mauna, enneha rivayetun an Malik. Bu mu? İmam Malik'in bir rivayeti. Demek tut mezhebinin ilgilerinden kelgen qarashgan bu. والثالث أنه يرد إلى قراد مثله ما لم يكن أكثر مما سماه. قراد المثل شكندن توم بلقاسا قراد المثل شرب قويمز ديدن. وإنما له الأقل مما سماه. نمشن o dişkendin tuen şurub qoymaysa أو من قراد مثله ياكي قراد المثل من tuen şurub qoyduğu dese إن كان رب المال ومشترط الشرط على المقارض. Şartını qıyğıçı رب المال bulaqasa aşında tuen şurub qoymayız deydi. Emdi Qıradıl mislidin köprek ep qaldığı ahvalın ba o minel cüz'illezî semmâlehu yaki pütüşken şu persendin köprek alıdı dedi. İnkânel muqaridu ve müşterit şartillezî yaktadu ziyadetelleti min qibaliha bek mürekkebleştirir. Min qibaliha fesedel qırad. Üçüncü qaraş ennehu yuraddu ila qırad-ı mislihi ma lem yekun ekthara mimma semmâhu. Ya ini qoldadır. Ve innema lehul aqallu mimma semma. Ne biz töngi şurup koyduk o? Ev min qirad misli. Yaki qiradil mislidin mi tuverek buldu. İn kana rabbul mal ve müşterit şart alel muqarid. Qanday ahvalda dese rabbul mal anda bir şartni qo'yib, şart bilan anda fasl bo'lib ketgan bo'lsa demak cho'sh. Bu yerda hozir buzilish sababi rabbul mal tarafdan kelgan bo'lsa, bunda tuverek yushirib qo'yamiz. أول أكثر من قراد مثلي ياكي قراد المسلم جقراقنا برمزيد أو من الجزء الذي سمى له ياكي بتشكن مدن جقراقنا برمز قچان داس إن كان المقارض ومشترط الشرط شرطنا عامل قويغان بوسا الذي يقتضي الزيادة التي من قبلها فسد القراد demek مشاهد قرادن فاسد olup ketişi bir şartın kelip çıktı bu şartni kim qo'ygan muqarid qo'ysa o çağda yuqoriroq ko'targanmiz. Amil qo'ysa to'yinga tushirib qo'yganmiz. Qari hamda ikki bir adamda buni Rabbul mal deylar. Rabbul mal qaytida yotmazdir. Bular bek murakkablashtiribdi. Va hada al-qawl yatakarraju riwayatan an Malik. Bu qarashmi Imom Malikdan kelgan bir qarash desakmi bo'ldim. Tahrijan deganmiz. Ya'ni aniq demagan. Lekin shunga o'xshash bir masalada shundaroq bir gapni qilgan bo'lsa, Imom Malik bundaroq bir deyishi mumkin degan nima? Tahrij degan gap shu. Tahrij degan masalan bu masalada aniq gap qilmadi. Endi shunga o'xshagan boshqa bir masalada ya g'asbda, ya ijarada, ya bir nimada boshqa bir gap qilgan bo'lsa, mana bunda degani qaraganda mush masalada bunda qaraydi ekanda deganimiz tahrijan degan gap. والرابع أنه يرد إلى قراد مثله في كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين. Dördüncüsü قراد المثل qaytırır dikemiz. Yani 50% قراد المثل sek 60-40 diyen bolsa açıda 50-50 şurup koymaz. Mimma leysa yenferidu ahaduhuma biha an sahibihi. Ve ikili taraf tutuşup birbirine şart koygan ahvalda. Bira menfaatni şart qilgan ahvalda qirad fasid bo'lib ketdi, hatto qiradil misli şurup koyduk bunu. وإلى إجارة مثله في كل منفعة اشترطها أحد المتقاربين خالصة لمشترطها مما ليست في المال. من qo'shimcha bundan asosan deb shart qilsa, fasl ketdi zuqo. Bunda ahvolda ujratul misli tushirib qo'yamiz deydi. Demak, uning 50%ni olmaydi, amil. Shu odam oylik maosh olgan bo'ldi. Ve fi kulli qiradin fasidin min qiblil g'arar val jahl. Yana g'arar val jahl ishib ketganlik jihatdan fasid bo'lib ketsin shunda. Ve huwa qawl mutarrifin ve ibn Nafi'in ve ibn Abdul Hakim ve Asbagh ve ikhtarahu ibn Habib. Muşularının qarshi ekan. Bu İmam Malikning shogirdlari emas. Ve amma Ibn al-Qasim fahtalafa qawluhu fil qiradat al-fasida. Yani Ibn al-Qasimninki şu fasid mudaribildiki qanday bir taraf qilish qarashi o'xshash bo'lmadi. Fabaduha va huwa al-akthar qala inna fiha ujratul misl. Ko'p qismda ujratul misl deb pishdi. Va fi ba'diha qala fiha qiradul misl. Fahtalafa an-nas fi ta'wil qawlihi. Şo'lan ko'p ahvolda ujratul misl degan ekan. Az ahvolda qiradul misl degan ekan.
İbn Qasimning bu qarshini izohlashda ulamolar har xil izohlab baqdi. فمنهم من حمل اختلاف قوله فيها على الفرق الذي ذهب إليه ابن عبد الحكم ومطرف. Yuqorida bunda ijod muslim bunda ahvolda, qirod muslim bunda ahvolda deb qaragan ashularning qarshida tushunib baqqanlim bakin. Va Vaqtiyar ibn Habib, Vaqtiyar jaddi rahmatullohi alayhi va mening cho'ng dadamning tanlashimi shu deydi. Cho'ng dadam Ibn Rushd, al-Jadd, Abu Walid, Muhammad. Ismi o'xshash, kunyatim o'xshash, hamma nima o'xshash. Ibn Rushd al-Jadd deymiz. Sahibi al-Muqaddimat al-Mumahhidat degan. Bu Malik Hazret'ten çoğun alimlarının birisi. Yani Malik Hazret'ten şu qarashlari hisob qildigan olimlar. Peki ma Ibn Rushd al-Hafidninki bak unda Malik Hazret'te nop ketmaydi. Bu sal erkek unda. Av mazhab tava nufuzli olimlarning. Ve minhum man lam yu'allil qawlahu. Ba'zida ve İbn Qasimning nasiha mandasanda deb izohlab jumay, bunda innama dabu anna kull qiradin fasidun fa fi ujratil misl. İlla tilkallati nassa fiha qiradul misl. Mana qiradul misl bo'ldi degan o'rinlarla qiradul misl bo'ldi. Undan boshqa o'rinda ujratul misl bo'ldi. Endi qanday o'rinlar qiradul misl degansi 7 o'rinda deb chiqgan. Bu hozir nimadan iborat? Ibn Qasimning qarashi nimadan o'sha mudaraba fasili bo'lgan ahvolda qanday bir taraf qildi degan masala. Endi qiradul misliga bardo degan o'rinlar 7 ekan. Al-qiradu bil arud val qiradu bid daman zambo sulaysiz deb turib mudarib buyurish, val qiradu ila ajal, mana muddat to'xtatib qo'yib mudarib qilish, val qiradul mubham ikkidan foydan ulish olamiz deb qo'yib masalan. Aniq demay. Va idza qala lahu i'mal ala anna laka fil mal sharakan. Mushunda tijorat qilsa sizni shirik qilib qo'yishlar deb qo'ydi. Wa idza ikhtalafa al mutaqaridan wa ataya bima la yushbihu fa halafa ala da'wahuma. Ikkidan ixtiloflashib qilib Rabbul mal bilan amel odatda jamiyatda bo'layotgan uzun kelmaydigan bir narsani da'vo qildi. Masalan, birisi 99% foyda menga deyishgan to. Yana birisi qo'yib 90% menga deyishgan deb tushdi. Bu jamiyatga bo'layotgan nimaga o'xshamaydi, nima maskenmaydi. Shunlar ishkalarni qachon qildirmiz? Bunda ahvoldimi qiradul fasid bo'lib ketdi. Shunlar qiradul misliga bordi demoqchi, mush 7 o'rinda. وإذا دفع إليه المال على أن لا يشتري به إلا بالدين فاشترى بالنقد. الله سام نسي نقد فلورب أما دبش مداربة يوم بوسا نقلم إلي يربطه. خدا منهم تاترن نسي ساتما بينهم تاترن. أو على أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا والسلعة غير موجودة فاشترى غير ما أمر به. فلان ناس لهم التجارة قلسا فاختلام alsa debdi. Asi paxt olmagan chaqda boshqa narsani tijorat qilaversa, fas bo'lib ketdi. O chaqda yana qiradul misl deydi. Va hadhihi al-masail yajib an turadda ila illatin wahida. Bu Malik mazhabda aytımında egzipaslikchi bo'lib ketdi, shunda o'lcham bekitish dedi. Bu qarashlamajaq bir odamning qarashini tafsiri chirkitiyadi, qulonmaydigan bo'lib ketdi. Buni hammani bir qilib tushirishimiz lozim dedi Ibn Rushd. Va illa fa waqtilafun min qawl Ibn al-Qasim. Buni qilib tushirsak İbn Qasimning gaplari qilishib qolgandek bo'ldi. Lekin Ibn Qasimning qarashini biz bir qilib tushirib, manda deb deyatsak bo'ldi. Xuddi shu cho'ngdasining qarashini tanlayotgandekmi? Va haka Abdul Wahhab an Ibn Qasim annahu fassala. Endi al-Qadi Abdul Wahhab Ibn Qasimdan manda rivoyat. Ibn Qasimning qarashi unda tafsili bayon qilishda iboratda. Bu tafsili bayon qilib unda degan: "İnkan al-fasad min jihatil aqd rudda ila qiradil misl va in kana min jihati ziyadatin izdadaha ahaduhuma ala al-akhar rudda ila ujratil misl." Bunda aniq to'xtam bekitib tafsili bayon qilgan debdi. Wal ashbahu ay yakuna al-amru fi hada bil aks. Ibn Qasimning qarashini Abdul Wahhab tafsili bayon qilgandek emas, bu aksi bo'lishi kerak. Ya'ni in kana min jihati ziyadatin izdadaha ahaduhuma ala al-akhar rudda ila qiradil misl وإن كان الفساد من جهة العقد رد إلى أجرة المثل بالشكركتري والفرق بين الأجرة وقراءة المثل أمده هنا أجرة المثل ولا قراءة المثل فرق لما أن الأجرة تتعلق بذمة رب المال سواء كان في المال ربح أو لم يكن إيجار دب قاسق أجرة المثل فايدة çıksın çıkmasın bu adamın işlerken diken maşhurdu وقراءة المثل هو على سنة القراءة أي مضاربة قاعدة boyunca manadı. Yani imkan fi ribhun kana lil amil minhu fayda olsa alıdı, fayda olmasa hiç olmaydı. Demek ki yuqorqi tafsilotlar Maliki mazhabning ishidagi bosh og'riq ekan. Uch imom masalan addining qutlam bir taraf qilyapti, kallasini saqaytdi.
Demek muşundan da qanda ixtiloflashsin ikkidan boshqa narsa ketmaydi. Fasl bo'lganda ya ujratul misl bo'ldi, ya qiradul misl bo'ldi. Ikkining biriga to'xtaydi. Mushtut mazhabning qarshi xulosasi. Bika jumhurningki indal fasadi ijara degani shu jalliqim. Al-qawlu fi ixtilaf al-mutaqaridayn. Ikki taraf ixtiloflashib qolganda qadda bir taraf qilmas. واختلف الفقهاء إذا اختلف العامل ورب المال في تسمية الجزء الذي تقارض عليه. مضاربة نمين برب مضاربة قيغان ديگن مسألة اختلاف الشبقاسش كيلان. بس دولار واجن ديش ممكن. بس ياق مندك خازنة شونه مضاربة قلن دب نقيغان يا فلان فلواشن إلب نقلن ديگن يا توار واجن تديش ممكن. فقال مالك القول قول العامل لأنه عنده مؤتمن. İmam Malik hatta bu meselede ixtilaf çıkqan diken nimeni mudarebe bergen dese şu ticaret qilgan adamning so'zi hesab. Çünkü biz emin deb ishini tanlagan buni. Ve kezalikel amru indahu fi jami' da'awihi iza ata bima yushbih. Odatda normal vaziyatga uygun kelgan, aqlga muvofiq, amaliy ahvolga muvofiq kelgan bir gapni qilsa, gap hisoblanadi. وقال الليث يحمل على قراد مثله. Bu ahvolda qachchi qiradil misliga aylantirib bilan bir taraf qilib o'tmas. Uning gapini hisob qilamiz, buning gapini hisob qilamiz deb jumapti buni. Wa bi qala Malik idza ata bima la yushbih. Emlik uygun kelmaydigan bir gapni da'vo qilsa, amil uning gapini asli ishonchlik deb o'ylagan bir ishonchsiz chiqib qoldi deb qachchida qiradil misliga aylantirib debdi. وقال أبو حنيفة وأصحابه القول قول رب المال. Kul igisin so'zi hisob qildim. Ya'da bu masalada asla boshqa kitoblarda mushtot mazhabda ittifoq bor. Qadri asl mal, necha pul bergan degan ixtilof chiqib qolsa, bunda ittifoq. Ya'ni qavlul amil shu hisob demash. Lekin endi qanchalik narsa bergan emas, bu qanday narsa bergan? Qazni shunda elib mudarib qiling deganmi, yoki falonni bunda pul olib qiling deganmi, yoki tovar berib buni setib undan nima qiling deganmi degan bunday narsa ixtilof chiqib qolsa degan ma'vozir shu talashda chiqadi. وبه قال الثوري إمام أبو حنيفة لا أخشش. وقال الشافعي يتحالفان وتفاسخان. إمام الشافعي وشكرس قسم قلب لهم مداربا بزوت المز ويكون له أجرة مثله. demek إجارة مثل aylandırıldığımız zaptı. Lekin İmam Şafii'nin ki bu mesele kelgan qarşı başka kitaplarda unda emas. Şunu alimning asli yazib qo'ygan bo'lsin. Bu asosan ittifoq bor. Qavlul amil aynan. Ashu İmam Malik degandek. وسبب اختلاف مالك وأبي حنيفة اختلافهم في سبب ورود النص بوجوب اليمين على المدعى عليه. هذا البينة على المدعي واليمين على من أنكر دجاد ساقو واليمين على المدعى عليه دجان. مشاهدس نمشن كاجان نمش سببتنا شندا قسم شدو ما بينك للشكرك دجان مسألة اختلاف شبقاللقتن ديتو. هل ذلك لأنه مدعى عليه؟ يعني نمشن قسم شدو بودسة çünkü bu مدعى عليه بوغلقتن مو أو لأنه في الأغلب أقوى شبهة يعني güman aşının tarafında bekrek kuşluk boğallıktın mı? Tamam qala لأنه مدعى عليه yani bu مدعى عليه oğanıken qasam kildi bununla deb qarasa qalal qawlu qawlu rabbul mal bunda ahvalda pul igisininki sözü hesap debdi ha? Javobgar oldu mudda'a aleyhi. Mudda'a olsa davagar mı hocam? Şunda ha. ومن قال لأنه أقواهما شبهة في الأغلب أن كبنج أهولدا جمان إغراق oldu aşının tarafında da qarasa قال القول قول العامل لأنه عنده مؤتمن. Lakin Rabbul Mal'da biz gümanla igraq qilamiz. Amil emin kişiydi. Ama Rabbul Mal'ın şuna şengen. Unda hazır yalğançı deb turib bordi. Lakin aqwa shubhatan aş Rabbul Mal oldu. Lakin Rabbul Mal'ı biz mudda alay deymiz. Bu çağda qasam qiladi degandek oldu. وأما الشافعي فقاس اختلافهما على اختلاف المتبايعين في ثمن السلعة. خد bu so'dida manchpulga deyishgan to'qda talashas qilishib qolsa, so'dini biz yo'llangan deydik. Yani ikkilaydan qasam qilib qolsa shunga. Qasam qilib biz qasam qilsa, shuni esa bo'ldi. Shunami? Ikkilisi qasam qilib bunda turganga chiqqanda bir ayiradigan bo'lmasa, bu so'da qilishmoqni deb yo'llasab qo'ydik. Mushundami shunda muloyib qilishmoq bo'ldi. Ishtigisi mishad deb yo'llasab qo'yamiz deydi. وهذا كاف في هذا الباب على اختلاف الموضوع yo'q mutabayyin so'zlashgan ikki kishi ixtiloflashib qoldi. Ash ixtiloflashiga qiyos qilamiz deydi. Yani miyadagi ixtilofni oyadagi so'zdagi ixtilofga qiyos qilib, ashuni endi ayirib tutdik, miyadni ayirib o'tmaydi. لأنه في الأغلب أقوى شبهة مثلا davagar javobgardan mesela mana bir narsani avval deydi. Nima? Javobgar yana ommadan deydi. Aqwa shubhatan deganimiz oldin avvaldan aqwa shubhatan yoki ommadan degandek aqwa shubhatan bo'ladimi?
Hadi davagar aqallı şübheten. Mudda alayhi aqwa şübheten. Bu aqwa şübhe bo'lg'achqa bu da'vo qilmadi. Da'vogarning unisi shubha az bo'lganidan keyin bu da'vo qilib chiqdi. Ağalığa bekrek çıkmasın diye geldim. Javobgarning gapi Mesela ben dava Yolg'on aytishi cho'ng ehtimolligi bor demoqchi aqwa shubhatan degan. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.